Toshkent shahar sentri, Chorsu, Tashkent City hamda Samarqand darvoza, Drujba Narodov, ya'ni Xalqlar do'stligi san'at saroyini o'rtasidan uy qidirayotgan yaqinlarimizga bitta zo'r variant uyimiz chiqadi. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda o'rta koridorimizni ko'rib turibsizlar. Ichidan kirib kelganimizda chap tarafimizga bemalol prixoshka mebel ham qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan. Kirganimizda chap qo'limizga bitta chiroylikkina bolalar uchun yotoqxonamiz bo'lyapti, ko'rsanglar bo'ladi. 97 kvadratdan iborat. Kirganimizda chiroylikkina zalimizni ko'rib turibsiz. Uyimizda ikkita zal, ikkita yotoqxona hamda bitta bolalar uchun yotoqxonamiz bo'lyapti. Zalimizning orqa tarafida ko'rsa bo'ladi, bitta chiroylikkina yotoqxonamiz bo'lyapti. Aytganimizda 97 kvadrat mana shu uyimiz srochno sotilyapti. Bu yoq tarafimiz ko'rib turibsiz, yana bitta chiroylikkina zal. Ichkari tarafda o'zini yotoqxonalari bilan birgalikda. Hamda ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz aynan to'g'riga tushyapti. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Oshxona mana mebellari, gaz plitalari bilan shuni tashab ketinglar ekan. Bu yoq taraf balkonni ochib yuborilgan, bemalol oilaviy o'tirib, ovqatlanib o'tirishinglarni mo'ljalini olgan holatda. Lokatsiyani eshitdinglar, juda ham zo'r joyda joylashgan. Bu yoq taraf sanuzol, razdelniy holatda hammom. Masjid yonginamizda bo'lyapti. Prям yonginasida 150-200 metr yurganimizda Gulobod mavzesida joylashgan Shayxon Tohir tuman pastdagi nomerlarga telefon qiling, okamizga aloqaga chiqinglar, srochno sotilyapti, ulgurgan, ulgurdi.